Hammaga salom. Kechagi bo'lib o'tgan milliy sertifikatda tushgan savollarni tahlil qilib ko'ramiz. Bu ikkinchi smenadagi tushgan savollar. Birinchi savol: x va y'ning ixtiyoriy natural qiymatlarida qaysi ifoda juft son bo'ladi dedi. Masalan bor, bu yerda kvadratlar yig'indisi degani ixtiyoriy son dedi, ixtiyoriy natural son. Masalan bunga 1 bersak, bunga ikkita toq bo'lsa-da, masalan toqni kvadrati, masalan 1 kvadrati, keyin juft son bo'lib qolsa, juft kvadrati 4. 1 bilan 4ga 16 ni qo'shsak 17 bo'ladimi? Bu toq son ham bo'lishi mumkin. O'shanga shu variant olinmaydi. Keyingisi, mana bu variant chiqib ketadi. Keyingisi, bu yerdan y qarsillashtirib olib chiqamiz. X + 1 mi? To'g'rimi? Endi masalan y toq son bo'lib qolsa, y toq son bo'lib qolsa, masalan 3 desak, x'imiz masalan juft son bo'lib qolsa, mabodo 6 mi? 6 bo'lsa, ikkitasi ko'paytmasi 7, 21 bo'lyapti. Bu ham variant olinmaydi. Keyingisi, juft toq bo'lsa, juft toq. Bu masalan juft toq bo'lsa 1, 2 olsak 3, 3ga 1 ko'paytirsak 3. Bu ham qanoatlanib bitmaydi. Endi bu qarang, bunda x ga 1, 2 olsangizlar 3, 3 kara 1, 3, 3 kara 2, 6. Shunda javobimiz toq son bo'lyaptimi? Juft son bo'lyaptimi? Har qanday son qo'ysa juft son. Masalan 3, 3 qo'ysak 6, 3, 3, 9, 54 bo'lyaptimi? Yana juft sonni beryapti. Shunda birinchi javobimiz D. Buni cheksiz oson usulda ishlaymiz. Qaranglar, mana 3 ni 0, 45, 45 bitadi. Cheksiz davrikasi 45, 45 ga to'g'ri ekan. Endi qarang, mana 2 ham xuddi shunaqaroq. 2 ayiramiz. 0, 45, 45. Davom etib ketaveradi, to'g'rimi? Cheksiz. Qaranglar, mana shu yerda biz nuqta qo'yaveramiz, davom etib ketaveradi. Mana 5 ga 5 qo'ysa 0 bilan tugayaptimi? Bu 0 bilan tugayaptimi? 8 ga 9. 8 ga 4 ga 4 qo'ysak 8 bo'ladi, 9 bo'ladi shunda. 9, 0, 9, 0, 9. 0, 9, 0, 9 dan takrorlanaveradi yana. Mana bu yoq ham 9 bo'ladi. 0, 9, 0, 9. Ketaveradi shunaqa davriy. 0, 9. Virgul, lekin mana bu ham 09 bo'ldi. 09, 09, 09 bo'lib shunaqa ketaveradi. Keyingisi esa mana bu 5 bo'ladi. 5, 09, 09, 09, 09 ko'rinyapti, ketyapti. Bu degan 5 davrdan 0, 9 degan. 5 davrdan 09 ni ayiramiz. 1 davrda 0, 8. Bunchasi davrikasida qilib ishlasanglar bo'ladi, lekin mana buni qilib chizib ishlasanglar ham bo'ladi. Bu ham xuddi shunaqa 5, 0, 9, 0, 9 bo'ladi. 1, 0, 8, 0, 9 bo'ladi. 0, 9, 0, 9. Shunaqadan cheksizda ayiramiz. 1, 0, 8, 0, 8. Qanday bo'lsa ham oxiri 0, 8, 0, 8, 8 bilan tugaydi. Bunda 9, 9 oldingi son 0 bo'ladi shunaqa. Shunda 5 qanaqadir 5 dan 1 ayiramiz aytgancha. 5 dan 1 ayirsak 4, 4 butun qanaqadir 0 bo'ladi. 0 dan 0 ayirsak 9 dan 1 ayirsak 1. Shuna 0, 1, 0, 1 ketaveradi. Shunda 4 davrda 0, 1 bo'ladi. Keyingisi, kinoteatr o'rindiqlar soni qatorlar sonidan 4 taga ko'p. X desak, o'rinlar soni, o'rindiqlar. Y'imiz qatorlar soni. Endi jami o'rindiq 60 ta. 60 ta bo'lsa, 60 ta bo'lsa
bitta qatordan sonra bitta qator bo'lsa, bitta qator. Shunda soni qatorlardan 4 taga ko'p. Umumiysi nechta qator bo'lsa, y ta qatormi? O'shanga y ga + 4 qo'shsak, o'rindiqlar sonini beradi. O'rindiqlar. Qaranglar. Bitta nechta qatorligini so'rayaptimi? Masalan, 6 ta desak, 6 ta. 6 ta qator bo'lsa, 6 ta liniya. 6 ta liniya. To'g'rimi? 6 ta bo'lsa, 6 ga 4 qo'shamiz. 4 marta ko'p deganmi? Bitta qatorda 10 ta bo'ladi. 10 ta. Bitta qatorda 10 ta stol joylashgan ekan. Stolimiz o'rindiq. Shunaqadan 6 tami? 6 ta. 10 kara 6. 60 ta. Shunda to'g'ri kelyapti. Mana 6 ta variant bo'ladi. Keyingi misol. Masalan, adresni x deymiz. Atlasni y deymiz. Bizdan nima so'ragan? Atlasni narxidan qancha ko'p degan. Endi 3 birinchi x plus 5y. To'g'rimi? Teng 215 ming so'm. Bizdanchi adres 12%, atlas esa 8% narxi kamaygan degan. Bu degani narx kamaygandan keyin 194.200 so'm, 194.000 qanchadir so'm bo'lgan. Adresning narxi, atlas narxi qancha? Mana 3 metr sotilgan bunda ham. 3 metr. 3 metrdan sotgan, lekin bir bas ayiramiz 1dan 12 ni x bilan plus 5 metr sotgan faqat 0.92 bilan. Chunki kamaydi dedi, birdan o'sha foizni ayirib tashlaymiz. Teng 194.200. Ikkitasini shunday ayiraveramiz. Ayiraversak, x narxini tashqariga olib chiqamiz. Birdan ayiramiz. 88 ni plus 5 y chiqamiz. 5 y olib chiqsak, birdan ayiramiz. 92 ni teng bo'ladi. 0 0 ikkita 0 ketdi. 0dan 2 ni ayirsak 8. Bir dilda 4dan 4 ayirsak 0. Keyin 0dan 9 ayirsak 2ta 20.200 so'm. Shunda 3x plus 5y foiz kamayganda, masalan 100 minglik narsangiz 100 minglik narsadan 3 metr soat desa 100 ming desak agar 300 ming bo'ladimi? 12% kamaydi. Odam kam bo'lgani uchun skidka 12% skidka qildi deydi. Xuddi shunaqa ayiraveradi. Ayiraversa 0.12 bo'ladi. Boyagi qolgan 0 plus 5 ko'paytirilgan 0.08 y teng 20.800 so'm. Hamma bunimiz qaranglar 36 x plus y taqsim 100 qilamiz. Teng 20.800 so'm. 20.800 so'm. Endi 20 ni ko'paytiramiz. 20 ni ko'paytiramiz. 36 10 ga 20.800 ni ko'paytiramiz. 36 x plus 40 y teng 208. Qulay bo'lishi daraja 10 darajasi 4 ta. Chunki bundan 2 ta, bundan 2 ta. Ko'paytirayotganda nollar o'sha nechta bo'lsa, o'shancha ko'payib ketaveradi. 10 darajasi 4. Endi mana uni bori mana 3x plus 5y ga o'xshatish kerak mana bu narsani. 3x bo'lish uchun 12 qavsini tashqariga olib chiqamiz. 3x
plus ni chiqsak 5 5 yerga tepada to'g'ri 5 y. Endi qaranglar, biz hozir 40 dan ko'pga ketadi. 12 ni 5 yerga ko'paytirsak 60 mi? 60 ayiramiz 20 y. Shunda 12 ni 5 yerga ko'paytirsak 60, 60 y dan 20 yerga ayirsak 40 y deb beraveradi. Biz bir marta qo'shib bir marta ayirib yubordik. Shunaqa ko'paygan 10 darajasi 4. Bu narsani ko'paytirganda 215 darajasi 10 darajasi 3 tepada o'zi yozib qo'yilgan. Uni 12 ga ko'paytirganda 12 ga adashmasam hozir adashmasam 12 ga ko'paytirganda hozir 115 ni ko'paytiramiz 12 ga 2580. Shunda 2580 80 nolni yozmayman, mana darajaga ko'paytiraman 10 darajasi 4. Y bu yoqqa o'tkazaman, x bu yoqqa o'tkazaman. Y bu yoqqa o'tadi. Shunda minus 208 10 darajasi 4. Shu 20 y ga teng. 10 darajasi 4 xavfsiz darajasiga olib chiqaman. 258 dan 208 ayirsak 40 ga teng bo'ladi. 40 teng 20 y. To'g'rimi? Qisqaradi. 2 ko'paytirilgan 10 darajasi 4 y teng. Biz hozir atlasni narxini topdik. Atlas. Endi qarang, tepaga borib qo'yamiz. 5 karra 2 10 mi? 10, to'g'rimi? 10 ni 10 darajasi 4 ga ko'paytiramiz. 10 darajasi 5. 10 darajasi 5 degan 2 ni orqasi 4 da, 2 da, 3 da, 4 da. Shuni 5 ga ko'paytirsak 10 darajasi 5 bo'ladi. To'g'rimi? 10 darajasi 5 bu tomonga o'tsa, ana bu yerda 10 darajasi 5 bu tomonga o'tsa 215 dan ayiramiz. 10 darajasi 5. Shunda 115 ming bo'ladi. 115 mingni 3 ga bo'lamiz. X'imiz 25 ming so'm. Endi x dan y'imizni ayirgan qiymatni so'raganda, y'imiz 20 ming bo'lsa, x'imiz 25 mingga ayirsak, javobimiz 5. Tushunarlimi hammaga? Unda misolda keyingi misolga o'tib ketib qoldi. Keyingi misol ham chalg'itadigan misol oson, faqat sal chalg'itadigan. Ayrimlar shunday qisqartirib ketadi, 37 ni ko'rmasda. O'shanga oson chiqadi bu. Mana masalan, mana uni A deymiz, to'g'rimi? A deymiz. Buni B deymiz. Ket. A ko'p plus B ko'p taqsim A plus B bilan mana 37. A plus 1 teng 37 ga to'g'ri. Narsa kerak. 37 ga bo'lsa, bu A plus B ni qaus kubi plus B ni kubi. Endi qausni ochaveramiz. A plus B, A ko'p plus B ko'p formulasini bilamiz. A kvadrat minus AB plus B kvadrat taqsim A plus 1 plus B
qaus ko'paytirilgan a kvadrat plus 2a plus 1 2a plus 1 minus a plus 1 ko'paytirilgan b plus b kvadrat. B kvadrat to'g'rimi? Mana a plus b ni alohida yozaylik. A plus b taqsim a plus 1 plus b ko'paytirilgan. Mana soddalashtirish kerak. A kvadrat plus 2a plus 1 minus ab minus b plus b kvadrat. To'g'ri? Buni bitta qilamiz. A kvadrat minus ab plus b kvadrat. Chizilib ketdi. B ni kvadrat plus 2a plus 1 minus b. Qaraymiz. 2amiz 36 ga tegmi? 72 bo'ladi. 72 ga 1 qo'ysak 73. B'miz 73 ga teng. Qisqaradimi-kan? 73 lar qisqaradi shunda. Bo'ldi. Bumiz buni suratiga teng bo'lib qoldimi? Mahraj. Buni mahraji. Mana. Bu alohida. Bu bilan bir xil bo'ldi. Bu bilan bu qisqaradi. Shunda a plus 1 plus b ga teng. A'miz 73 ga teng edi, b'miz 36. Qo'shsak 109 taqsim 110. Bunda C varianti. Keyingi misol. Mana qaranglar. A kvadrat plus b kvadrat deymiz. Teng 19 ga. 2ab teng 32 ga. Ab'miz 332 mi? Shunday sog'inish kerak. Ko'paytmasi 332 kvadratlar yig'indisi 19 ga teng. Masalan, 1 bilan 332 olsak, 1 ni kvadrati 1, 332 ni kvadrati 18 ga teng. 18 ga 1 19, ko'paytmasi 332 ga teng. Shunda 3 bu mana ildiz ostida 3 ildiz ostida 2 plus n qaus kvadrat. Bular qisqaradi. Keyin qaranglar. 19 ni 0,25 degan bir taqsim to'g'rimi? Minus o'zi minus mana bu narsa chiqdi. Minus 3 2 minus 1. Shoshilmanglar. Birda ayirib yubormanglar. Qaranglar. Ana bu narsa chiqdimi? To'g'rimi? Chiqdi. Uzasida 302 bo'lsa agar adashmadimi? 18 bo'ladi. 18 bir tuttirishni qaranglar. 302 19 kvadratimi? 19 kvadratda emas. Mana minusda bunday qilamiz, plus qilamiz, to'g'rimi? Endi qaranglar. 332 plus 1 to'g'rimi? Bunimiz 1 taqsim 2. 18 ni beradi. 1 taqsim 4. 18. Buni
kanalga tashiyman ishlanishi. Adashib ketdik-ku. Mana A ildizosi 6ni 26-si. B ildizosi 3ni 5-si. S ko'p ildizosi 3-darajali ildizni 5-si bu 3. Endi qaranglar, hammasini bir xil darajaga ko'taraveramiz. Buni 6-daraja, mana buni ham 6-daraja. 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 6-darajaga ko'targandan keyin bu 26 bo'ladi. Bunisi kubini kvadrat qilamiz. Kubini kvadrat. Shuni daraja ko'payib daraja ko'paytiriladi, kublar qisqaradi. 5 qoladi. 5 kvadrat 25 ga teng. Xuddi shunaqa buni ham o'zi 3ni kvadratini kubi. Daraja ko'paytiriladi bu paytda shu 6 ni beradi. Shu kvadratlar qisqaradi. 3ni 3-si bo'ladi. Shunda 27 ga teng bo'ladi. Eng kattasi S ekan. Keyin B ekan. A ekan degan. A 26-yu. Keyin A, keyin B. Shunda S, A, B. Keyingi misol A9'imiz 3A ga teng. A9 degani A8 plus D degani. Shu 3A 3 ga teng. Endi hisoblaymiz. Bunimizni o'zi 2A3 plus 8 plus D teng 3A3 ga. A3'imiz teng bo'ladi 8 plus D ga. Bu degani A2 plus D teng bo'ladi xuddi shu narsaga. D'lar qisqarsa A2'miz teng bo'larkan 8 ga. A2'ni topib oldikmi? Bizdan S10 ni so'ragan ekan. S10 ni so'ragan bo'lsa agar, bu degan A1 plus A2 orqali ifodalaylikda qarang. A2 plus 7D shu 9 beradi. Keyin 3 A2'miz plus D dedik. A2 plus 7D teng 3A2 plus 3D. D bu yoqqa o'tadi, 4D bo'ladi. A2 bu yoqqa o'tadi, 2A2 bo'ladi. 2D'miz A2 ga teng. A2'miz 8 ga teng. Shunda D'miz 4 ga teng bo'ladi. D 4 ga teng bo'lsa, o'zi A2 degani A1 plus D degani. D'miz 4 ga teng bo'lsa, A2'miz 8 ga teng bo'lsa, 8 dan 4 ayiramiz. A1'imiz 4 bo'ladi. A1 plus D A2 ga teng. A1 plus 4 plus nima bo'ladi shunda? A1'imiz 8 ga teng bo'ladi. A1 4 ga teng bo'ladi shunda. 4. Endi 10-chi xatni topsa bo'ladimi? 10 xat yig'ini so'raganmi? A10. A10'imiz A1 plus 9D. A1 bilan D tengmi? Shunda 10 D deyishimiz mumkin. Teng bo'lgani uchun. Shunda 40 chiqadi. Endi qaranglar. 40 plus 4 taqsim 2 ko'paytirilgan 10. Bu S endi formulasi. Formulasi yozsak, A ni ikkinchisi plus A ni birinchisi
taqsim 2 karra 10 teng s10 ga. Shunda bular qisqaradi. 5 n ga teng, mana n ga. Bizda 10 bo'lgani uchun 44. 44 karra 5 220. Javobimiz C javob bo'ladi. Keyingi misol kanalda ishlanishi. Bundan keyingisi. Mana 5 kubimi 5 minus 3 darajasi a kvadrat plus 4ab. Shunda mana 5 4-inchisi o'z ostida. O'z ostida bo'lgan ekan 5 ni 4 taqsim 3-sini darajasida 3a kvadrat minus 10a d. Asosiy bir xilmi? Asosiy bir xil bo'lsa, darajalari tenglab ketaveramiz. Shuni minus 3a kvadrat minus 12ab teng. Bunga buni ko'paytiramiz. 4 3 lar qisqaradi. 4a kvadrat minus 40 taqsim 3ab. ab degan men nega yozib ketdim? a b. A kvadrat bo'lsa 7a kvadrat 12 dan 12 ab dan ayiramiz. Bu tomonga o'tkazsak, teskarisi bunday ayrilib qo'shiladi. 40 taqsim 3ab makhraj bersak 7a kvadrat teng 36. Minus 36 dan 40 ta ayirsak 4 bo'ladi. 4ab taqsim 3 bo'ladi. Bizdan nima so'ragan? A taqsim b ni so'ragan. Bu yerda a ni bittasi qisqaradi. 7a teng 4 taqsim 3 b ga. B ni tushiramiz. A taqsim b teng 4 taqsim 21. Shunaqa javobimiz B variantda. Keyingi misol. Bu oson chiqadi, oson. Qaranglar. Mana bu narsa 0 ga teng bo'lsa, har qanday sonni kvadrat bo'lgandan keyin manfiy chiqsa, yana kvadratga oshirsam musbat bo'lib ketadi. Faqat 0 ga tenglaganda 0 bo'lishi mumkin. Shuning uchun a plus b ni minus 5 ni 0 ga tenglaymiz. Keyin b plus x plus 3 ni 0 ga tenglaymiz. 3 plus a minus 10 ni 0 ga tenglaymiz. Ana shu 3 tanisini sistema qilib ishlaymiz. Endi birinchisini, ikkinchisini ayiraveramiz. Ayiraversak, bular qisqaradi. A minus x mana 5 ga teng. Minus 5 dan minus 3 ayirsak minus 8 teng 0. Shu a plus 3c ga teng. Minus 10 ga teng. 0 ga teng. Shu holatda ham ayiraversak minus 5c bitta adashmadik. Shu teng 0. 10. Ayiraversak minus 8. Ayirsak minus 5c minus 18. Yo'q, qos. Ayiraversak, qaranglar. Ayirdik. Buni 5 ni bu tomonga o'tkazamiz. A plus 5 5 ga teng. Keyingisi b plus x
minus 3 ga teng. 3c plus a 10 ga teng. Adashmadikmi? B plus 2c a plus b. Ayirib olamiz bundan buni. A'dan x'ni ayirganimiz teng bo'ladi 8 ga. A'dan keyingisi a plus 3c teng 10 ga. Shunda 3 2 24 mana shu holatda ayirsak alar qisqaradi minus a plus c. Qaranglar, bunga 3 tadan qissalar yo'qotaring, bunga 2 tadan bersak 2a minus 6c teng 24. 3a bo'ladi mana. Ko'paytirdik, 2a plus 6c teng 20 ga. Ikkitasini shunday ayirsak a teng bitta ayirmaymiz, qo'sharkanmiz. Qo'shsak 5a teng 50 20 44 ga. A'miz 44 taqsim 5 ga teng ekan. Yana adashdikmi xatda? B plus c bundan buni ayirib ko'rak. 3c dan ana ayirsak c plus a minus mana ikkitasini qo'shib oldik deylik. 5c plus a plus b'miz 5 ga teng 7 ga. Qo'shib olsak adashdim. 0 ga tenglab ishlaymiz. Adashib ketyapman, o'shanda ko'rasizlar. Bu oson, bu ikkinchi prinsipini tushgan savol. Bir marta noldan katta qilib ishlaymiz. Sinus x taqsim sinus x bilan shuni teng bo'ladi. X'imiz 1 ga teng bo'ladi bir marta minus 1 ga teng bo'ladi. Keyingi misol ham kanalda ishlanishi. Bu misol men o'zim xato qilibman deb o'ylagandim. Ikkita yechim bo'ladi. Men bitta yechim emas, ikkita yechim belgilagandim. Faqat bitta yechim topgandim. Ikkita yechim bo'lar ekan mana bu misol. Keyingi misol ham xuddi shunaqa. 14-misolgacha ko'rdik. Keyin ikkinchi qismda davom ettiramiz.